Hammaga salom do'stlar. Master Good kanaliga xush kelibsizlar. Bugun biz sizlar bilan soxta mashina qurishni o'rganamiz. Ya'ni oddiy blokdan mashina. Xo'p. Biz birinchi o'yinda o'zimizga kerakli narsalarni olishimiz kerak. Yaxshi, xo'p. Bizga kerak bo'ladi. Hop. Qora blok topa olasizlar, farqi yo'q. Hop, keyin kitob qo'yadiganmi? Mana keyin esa yana bizga temir yo'l kerak bo'ladi. Hop, mana shu va keyin oppoq nima bor? Svet olamiz. Keyin oq blok mana undan. Hop, keyin bizga eshik kerak bo'ladi. Mana bunaqa. Hop, yana qanaqa? Keyin mashinani rangi uchun men tanladim ko'k blok. Shundan mashina qilamiz. Hop. Bitta bu yoqqa. Hop. Bitta bu yoqqa. Yo'q. Bitta bu yoqqa. Bitta bu yoqqa. Bitta bu yoqqa qilamiz. Voy, bitta gatashim. Hop, keyin yo'llarga mana shunaqadan qo'yib chiqamiz. Mana. Keyin o'sha aytgan oq blokni shunga qo'yib chiqamiz. Tayyor. Endi yana biz tepasiga oq blokdan qilamiz. Mana o'chirib turaylik. Mana videoni bitiraman. Vaqt ko'p ketib qoladimda. Tayyor. Mana do'stlar, endi biz yarimta mana bunaqa blokdan olib oldiga shunday qilib turib, hop, yerga bir blok tushib turib, mana shunday qilib qo'yib chiqamiz. Xo'sh. Mana tayyor. Mana shunday qilamiz. Keyin oldiga ham shunday qilamiz. Keyin mana bunaqa blokdan qo'yamiz. Tayyor. Hop, endi biz orqaga ham mana shunday chiqamiz. Videoni bitiraman. Yana tayyor bo'ldi. Keyin yana orqaga ham mana shunday turib, bu safariga qip-qizil blok mana qo'yib chiqamiz. Stop. Buni olamiz. Buni o'rniga sariq blok qo'yamiz. Mashinani pavoroti bo'ladi-yu. Shunaqa. Buni ham bir tomon olib tashlab bunaqa. Yana bir tomon olib tashlab bunaqa. Mana
Hop, endi tepaga bir blok chiqarib, keyin oyna qo'yamiz. Oynani qo'yamiz. Keyin monetini sindiramiz. Keyin voy blogim qayda qoldi endi? Mana ay muncha shoshilaman. Mana olamiz va tepaga shunday qilib chiqamiz. Yana vaqtni to'xtatib turaman. Mana tayyor. Endi biz mashinani eshigini qilamiz. Bu yurmaydi faqat. Hop, zina qayerda bo'lardi? Mana. Zinani olib, mana shunday qo'yamiz. Va bunday, voy. Bunday va bunday qilamiz. Bunday va bu yerga bitta eshik, orqaga ham bitta eshik va mana shunday. Voy, mana shunday qilib shuni ochib kiraverasizlar. Hop, keyin mana shuni bunday qilib qo'ysakmi yoki bundaymi? Yo, bo'lmadi-ya. Yo, bo'lmasam oynani mayli. Bunday qilib qo'yamiz. Ana endi zo'r bo'ldi. Bir tomonni yopmanmi o'shanga, shunaqa bo'lmoqda. Mashinaga o'tirsa bo'ladigan qilaman. Oddiy mashina deb o'ylaman, o'tirsa bo'ladigan qilib qo'yaman. Bunday qilib qo'y, yaxshiroq ko'rinadi. Qora qilaman. Hali yellik bor-ku. Xullas, yaxshi bu. Mana kechasi fonari ham yonadi. Ana. Shuningdek, mana keyin bu park bo'lmagan. Videoni uzib turaman. Tayyor. Mashinaning tepasi ham. Bunga nima bor bu yerda? Hop, navbat ichiga bitta tomonga suramiz. Yaqinda 100 ta obunachi bo'lsak, bundan ham zo'r vapshe haqiqiy masu. Endi Minecraft o'ynayman. Bunaqa masu. Minecraft masu, Minecraft o'ynayman. Shuning uchun bizga obuna bo'lishni unutmang. Obuna bo'lsangiz yaxshi bo'ladi.
O'ynamay ur. Mana shunday va bunday. Tagini sekin buzib turib, tushib. Voy. Mana shunday qilib turib, mana oqarsa yana buzamiz. Keyin yana tepasiga yana qo'yamiz. Keyin yoniga yana bitta qilib, yana bitta qilib. Yana balki bo'ldim deyman. Yana mana oqarish bilan buzamiz. Oqarmasa buzmaydi. Mana o'tiradigan ham buzib ketadi mana. Voy, o'tirsa bo'ladi. Hop. Mana ana. Shuni bo'l. Mana izolsa qana yurib mo'ribdi. Voy. Yorib mo'ribdi mana. Mana o'tiradigan joy ham tayyor mashinani. Qanday o'tirib, ketaverasizlar mashinaqasidan. Ana, endi orqada o'tirish joyi ham bor. Mana mashinaga qilib. Bunday qilaylikda. Mashina bo'lsin orqa. Zina blokni oqidan yana olinglar va shunday bunday mana aplikasiya qilyapman. Ana tayyor. Orqada mana qachasidan o'tirib ketishaveradi. Hop, endi orqani buni qilib ko'rsatib olmadi. Uni kutiryapti. Mana qilib turib qoramiz va ana mashina tayyor. Faqat bu yurmaydi. E'tibor bermaysizlar. Ana mashina tayyor. 100 ta obunachi bo'lsa, bundan ham yaxshilarni o'ynaymiz degan umiddaman. Obuna bo'lishni unutmaysiz. Hamma uchun rahmat. Aytgancha, bu kanal Master Good. Yana video chiqaraman. Xayr.